Video yozib olish boshlandi. Hammaga salom obunachilar. Stop, skinim qani? Mana endi bo'ldi. Kameraga olyapsanmi? Mayli, xullas muammo chiqsa oyligingdan kesiladi. Xo'sh, nima deyotgandim o'zi? Xullas yangi videoga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarga aytmoqchi edimki, birinchi qismini ham ko'rvordilar, keyin ikkinchi qismini ko'raverasizlar, bo'lmasa tushunmay qolishingiz mumkin serialga. Birinchi qismini ko'rmaganmisizlar, parallel olamdagi imkoniyat ikkinchi qism. Qani go. Kamerachi ish qilib hamma gaplarimni suratga oldingmi? Ha, hammasini oldim shekilli. Hozir men parallel olamda bo'lsam, sen kimsan? Men bu olamdagi sening katta imkoniyatingman. Va sen meni ushbu topshiriqni o'ta olsang, senga hayotga qaytishga imkon bor. Agar bilmasdan o'lib qolsamchi? Agar bu yo'lda sanoqdan tashqari o'ladigan bo'lsang, haqiqiy hayotdagi o'liming bilan teng. Nima, men har deb o'laveramanmi? Topshiriqlarga tayyormisan? Ha, mayli, go. Go'lamas o'zbekcha gapir. Mayli. Nima biz qayerdamiz? Nima men mana shu lavalardan o'tishim kerakmi? Albatta, bu birinchi topshiriq. Kim senga oson bo'ladi degandi. Birinchisidan qanday qilib o'taman? Lava ustidan qayiq bilan o'tishing kerak. Senda shunchaki 3 ta jon bor xolos. Agar 3 martadan ko'p o'lsang, tugaydi hammasi. Bu juda issiq-ku. Mayli, men 2 yil oldin kuchli speedrunner bo'lganman. Bundan hozir sakrab o'tib ketaman. Hammada ham birinchisi o'xshamaydi, to'g'rimi? Yana 2 ta jonim bor. Do'stlar seryoznilashmasa bo'lmaydi ekan, nima deyapti bu? Axir ikkinchisiga ham yetib keldik. Endi bo'lsa mana shu yerdan o't. Senda atiga 2 ta jon qoldi. Sizga tushib ketsam qo'g'irib qolaman-ku, ha? Mayli, parkurni boshladik. Hozircha yiqilmayapman. Menimcha bu birinchisida unchalik qiynalganim yo'q. Juda oson ekan va stullarga sakraymiz. 1, ikkinchisiga va uchinchisiga. Va oxirgisiga ham o'tib oldik. Endi zanjirning o'rtasida ish ekan. Bundan ham sakrab o'tib olamiz va birinchi daraja yakunlandi. Endi mana nihoyat bunisiga keldik. Shalker ichidan narsalarni olamiz. Endi ana u bola qani, tushuntirib ketmaydimi endi? Shalkerdan olgan narsalaringni o'zi bilan daryoda turgan knopkani olib kelasan va bosasan. Mana bulardan bir ikkitasini urgin. Ajoyib. Endi tushib ketsang o'ldim deyaver. Nima? Mayli, ketdik, harakat qilib ko'ramiz. Eng muhimi blokni aniq qo'yishim kerak ekan. Ozgina adashsam pastga tushib ketaman va o'lib ketishim aniq. Xo'sh, buni sal uzoqroqqa qo'yamiz, keyingisiga yaqinlashishim uchun. Xo'sh, mana shu yerdan sakrab yeta olamanmi? Qani tavakkal. Xo'sh, endi bizda faqat bir donagina qoldi va bundan osongina olsak bo'lar ekan. Mana qo'yat qaytamiz. Golemlar juda achchiq qaraganga o'xshayman. Ana u golem vobshe boshqacha qarayapti menga. Va sakraymiz va o'tdik. Bu parkur ham men uchun qiyin bo'lmadi. Yeah boy, vobshe easy. Va knopkaga bosamiz, xo'sh nima bo'ladi? Voy, yana qayergadir spam bo'ldim shekilli. Eshikmi? Hayotga qaytishni xohlaysanmi deb yozib qo'yibdi. Albatta xohlayman va nihoyat qaytaman shekilli. Ha, albatta, boyaga ko'rgan joyim. Menimcha bu yerdan water drop qilsam kerak. Suvni olamiz. Va menda atiga 2 dona jon bor. Menimcha yo'qotmasam kerak. Wow, bu qanday bo'ldi? O'zim ham tushunmay qoldim. Muhimi bu bosqichdan ham o'tdik. Bu bosqich yana lava haqida ekan. Bundan ham flash kabi xuddi juda ham tez o'tib ketamiz. Chunki video cho'zilib ketyapti. Atiga 5 daqiqa bo'lish kerak edi. Senga taxta qilich berdim va temirlik kiyim. Seni umuman o'lmasdan shu zombilarga qarshi chiqishing kerak bo'ladi. Mana senga, mana. Va nihoyat oxirgi bosqichga kelib oldik. Bu taxtali qilish deb mensimasam beruvdi, lekin yaxshi kuchaytirilgan ekan. Mana bu zombilarni yakkama-yakka chaqirib olish kerak. Hammasi bo'lsa meni o'ldirib yuborishi mumkin. Juda ham ehtiyotkor bo'lishim kerak. Hozir bu yerda shuni bildimki, bu qilich bilan meni 100 ta zombi ham yenga olmas ekan. Hammang nasibangni olib ket. Sakrab turib ursak, zombilar ancha tezroq o'lar ekan. Va biz bu usuldan foydalanib, bu bosqichni ham osongina yakunlaymiz. Va nihoyat menimcha zombilar tugadi. Oxirgi bosqich ham o'z nihoyasiga yetdi.
bugungi bosqichlardan yaxshi o'tding. Buni maqtov sifatida qabul qilma. Keyingi bosqichlar yonida bular hech narsa emas. Mayli obunachilar, kanalga obuna bo'lib ketinglar. Obunachilar, videoni montaj va sifat haqida uzr so'rayman, chunki o'qish ham bir yerlardan paydo bo'lib qolyapti. To'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Goodbye.